fasadingizga dekorativ plitka tanlashdagi 5 ta xatoni aytib o'taman. Albatta videoni oxirigacha ko'ring. 5-xatoni hamma qiladi. Tak, birinchi xato bu albatta plitkani bizdan olmasliginglar. Ikkinchi xato esa fasad dizayniga mos plitka tanlamaslik, ya'ni har xil uslubda qurilgan binolarni, ya'ni klassik uslubiga high-tech, bunaqangi high-tech plitkani klassik uslubiga qurilgan binolarga ustanovka qilishlik, bu ham albatta xatolardan bittasi. Uchinchi xatoimiz bu obmanka, ya'ni mahsulotimizni hozir ko'rsatib o'taman. Obmanka deganda, ya'ni plitkani ustini o'zi krashinni bo'ladi-da, ichini bilmaysiz, ichi bez krashinni bo'ladi. Bu mahsulotni esa mana qilib sindirib ko'rganingizda polni ichi bilan zameslari qorishgan bir xil rangda bo'ladi. Bu albatta sertifikatsiyadan o'tgan 75 yillik kafolati bor. To'rtinchi xato esa plitka ustanovkasini shoftsiz qilishlik. Ko'p joylarni borib kuzatamiz. Plitkani ustanovka qiladi, mana bu shoft bilan to'ldirmaydi. Ya'ni bu spetsialni kompaniyamiz o'zi ishlab chiqargan mahsulot, ya'ni bu mahsulotni plitkani sifatliligini yana ham oshirib beradi, mustahkamligini bir-biriga zanjir qilib. Основанияsi buni ham sementовое основание, tam quyoshda, suvda qo'rqmaydi. 5-xatoni esa albatta bu ustalarimiz tomonidan bo'ladi. 5-xatolik, ya'ni ustanovkani to'g'ri qilmaslik, professionalni yondoshmaslik. Bu albatta mas'uliyatli bo'lish kerak ustalarimiz. Oladigan bo'lsak, gruntovka bilan обязательно o'sha changli devorli gruntovka bilan tozalangan holatda ustanovka qilishlik. Keyin klient bizni chaqiradi-da, plitkadan ko'radi aybni, lekin aslida ustanovka noto'g'ri qilingan bo'ladi. Bu mahsulotlar o'sha professional ustalari yaxshi holatda ustanovka qilinsa, xudo xolasa, plitkalarimiz uzoq yil xizmat qilib beradi. Albatta bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta obuna bo'lishni ham unutmanglar. Kerakli, foydali ma'lumotlarni sizlar uchun berib boramiz inshaalloh. Savolinglar bo'lsa albatta kommentariyada kutib qolamiz. Ustanovka xizmatlari albatta bizda bor. Murojaat qilishingiz mumkin. Polni professionalni, xuddi mana shu ko'rib turgan holatingizda ustanovka qilib beramiz. Ustalar ishlash jarayonini prямо xudo xolasa mana shu yaqin kunlarda ko'rsatamiz sizlarga.